hozir gulimni to'g'irlayotgandim. Как раз mana hozir shu problema bo'lib qoldi. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketay dedim, chunki ko'p berilyapti bu savollar. Shu походу shuni ko'rsatib ketaman, qaranglar. Ochgandim, mana shu yerda plesing bo'libdi, gribok bo'libdi. O'shani olib tashladim. Endi olib tashlaganimdan keyin esimga tushib qoldi. Keyin bu yoqdan mana qaranglar, srazu 2 sm turponi men olib tashlayman bu yerda. Ustidan. Yaxshilab mana qarab turinglar. Mana olib tashlayman. Gul nimaga o'zidan o'zi so'raydi, nimaga sarg'ayadi? Sababi bu ham bo'lishi mumkin. Mana yaxshilab olib tashlayman. Olib tashladim. Qarang. De, mana sizlarda aktivirovanный ugl olasizlar. Ikkitasini maydalaysizlar, de ustiga sepasizlar. Menda bu yerda tayyor uglim bor. Mana ko'rsat. Mana sepib tashlayman tagiga. Yaxshilab g'iraylantirib sepaman hamma yog'iga-da. Mana qarab turinglar. Ko'rsating. Turpog'iga bundoq qilaman, o'zini nami bilan ichiga kirib oladi. Hamma yog'iga qilsanglar, mana ko'ryaptimi? Hamma yog'iga kirib ketadi ildizlariga. Kondensировать qilib, men bakteriyalarini olib, mana o'zimiz ham ichlarimiz buzilganda, boshqa qilganda ichamiz, ko'ngillar xuddi shunaqa bo'ladi. O'shanga mana shuni qilib olinglar, ugl aktivirovanный. Agar shunaqa problemanglar bo'lsa, avj oldirmasdan. Mana mana shunaqa qilib to'g'rilab olsanglar, gulinglar xudo xolasa to'g'ri o'sadi. Foydasi tekkan bo'lsa, duo qilib qo'yasizlar. Rahmat.